Türkiye ile Özbekistan arasındaki kadim işbirliğinin eğitim ve inovasyon sahasındaki yansımalarını müzakere etmek benim için büyük bir gurur ve iftihar kaynağı. Hazır Uzbek dili öteme. Hürmetli rektör canablari, qadrli protokol a'zolari, aziz professor o'qituvchilar ve qadrli mehmonlar, avvalambor shunday mazmunli bir konferensiyada sizlar bilan birga bo'lishimdan juda xursandman. Oliy ta'lim tashkilotida xalqaro tajribalar, transformatsiya va innovatsiya mavzusidagi bu qimmatbaho tadbirda Türkiye ve O'zbekiston o'rtasidagi qadimiy hamkorlikning ta'lim va innovatsiya sohasidagi aksini muhokama qilish mening uchun alohida faxr manbai bo'ldi. Türkiye ve O'zbekiston tarix, madaniyat va insoniy bog'lanishlar bilan qardosh bo'lgan ikkita mamlakatdir. Bu aloqalar ta'lim, fan va texnologiya sohalarida ham o'z ifodasini topmoqda. Universitetlarimiz o'rtasidagi hamkorlik esa bu aloqalarni yanada mustahkamlaydi. O'zbekiston Rönesans ta'lim universiteti kabi dinamik ve istiqbolli bir muassasaning oliy ta'limda transformatsiya ve innovatsiya yo'lidagi soy harakatlarini yuqori baholaymiz. Balıkesir'deki ikkita universitetimiz var. Balıkesir'de ikkita universitetimiz var. Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Üniversitesi. Biz bu iki üniversite sifatida innovatsiya ve teknologiya transferi sohasida mühim qadamlar tashladik. Balıkesir ve Bandırma Üniversiteleri sifatida innovatsiya ve teknologiya transferi haqida hamkorlikka, O'zbekiston universitetlari bilan hamkorlikka har qachon tayyormiz. Balıkesir Üniversitesi'de teşkil etken teknologiya transfer ofisimiz ve teknoparkimiz yordamida tadbirkorlarni ve innovatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlaymiz. Patent ishlariga rahbarlik qilamiz. O'zbekistondagi universitetlar ve tadqiqot markazlari bilan ushbu sohada qo'shma loyihalar olib borishga, bilim ve texnologiya almashishuga tayyorligimizni alohida ta'kidlashni istayman. Talaba ve tadqiqotchilar almashinuvidagi aniq qadamlarimiz var. Qisqacha ulardan bahs qilishni xohlayman. Shuningdek, O'zbekiston Innovatsiya vazirligi tomonidan e'lon qilingan ishga qabul dasturi asosida yaqin orada 40 nafar tadqiqotchi universitetimizda ma'lum muddat ishlashni quvonch bilan bildirmoqchiman. Biz ularni hozir kutamiz. Hozirgacha Türkiye ve O'zbekistondan 200 ga yaqin talaba ve takriban 200 ga yaqin talaba ve tadqiqotchining o'zaro almashinuviga imkon yaratdik. Bunday hamkorliklar ikki mamlakat o'rtasidagi akademik ve ilmiy aloqalarni mustahkamlaydi. Yosh iqtidorlarning qobiliyatlarining qo'shma ichimlarini ishlab chiqishga yordam beradi. Universitelararo hamkorlik O'zbekiston va Türk universitetlarining kelajagining kalitini yuqori ko'taradi, yuqori qoldiradi. Hurmatli ishtirokchilar, oliy ta'limda xalqaro tajribalarni almashish mamlakatlarning ta'lim va innovatsiya siyosatini boyitadi. Shu bilan birga yoshlarga yanada sifatli kelajak taqdim etadi. Universitetlar o'rtasidagi akademik hamkorlik talaba ve professor o'qituvchilar almashuvini, qo'shma tadqiqot loyihalari va texnologiya transferi ishlari bu jarayonning eng muhim qadamlari, eng muhim qismlari bo'ladi. Biz Balıkesir ve Bandırma Üniversiteleri sifatida O'zbekistondagi qardosh universitetlarimiz bilan barcha sohalarda hamkorlikka ochiq ekanligimizni yana bir bor ta'kidlamoqchimiz. Ta'lim ve innovatsiya chegaralarini ta'lim ve innovatsiya, bilim, ilm chegaralari bo'lmagan, chegara bilmagan bir kuch. Hozirgi dunyoda shunday. Bugün şu yerde iki mamlakatning akademik salohiyatini birlashtirib yangi ufuklar ochmoqchimiz. Bu munosabat bilan ushbu konferansiyani tashkil etishda hissasi bor hamma shaxslarga, eng avval hurmatli rektor janoblarga minnatdorchilik bildiraman.
Turkiya bilan O'zbekiston ta'lim va innovatsiya hamkorligining yanada rivojlanishi istagi bilan hammangizga hurmat bilan murojaat qilaman. Birdamligimizni mustahkamlash, akademik va madaniy tajribalarimizni boyitish maqsadida Balıkesir Universiteti va umumiy tarix va madaniyatga ega Turkiy dunyo mamlakatlari o'rtasida hamkorlik bayonnomalari qo'l qo'yib imzolaymiz hozir. Shu borada 50 ta hamkorlik protokoli imzoladik. Misol uchun O'zbekiston bilan 10, Ozarbayjon bilan 7, Qozog'iston bilan 6, Qirg'iziston bilan 2 protokol doirasida imzolab qo'l qo'ydik. Protokol doirasida universitet talabalari shu protokolning ostida, u doirada universitet talabalari, professor o'qituvchilar va oz ham bo'lsa ma'muriy xodimlari almashinuv harakatidan ko'pi bilan 2 hafta davomida foydalanishlari mumkin bo'ladi. Balıkesir Universitetining almashinuv harakatchanligi dasturida ishtirok etgan hamma mehmonlarimizga, birodarlarimizga, do'st studentlar, qarindoshlarimizga, studentlarga shu imkoniyatlarni biz beramiz. Fakultetlarda ularning yo'nalishlari bo'yicha o'quv rejasi tuzilib, ishtirokchi sifatida saboqlarga, darslarga ishtirok etishni ta'minlaymiz. Laboratoriya va seminarlarga ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Bizning markazlarimiz, sentrlarimiz bor, ularni ziyorat qilyaptilar. O'z sohalariga ko'ra texnik safarlarda qatnashishlari mumkin bo'ladi. Misolga, qurilish maydonchalari, kasalxonalar, zavodlarga ziyoratlar bo'ladi. Simpoziumlar, konferensiyalar va boshqacha ilmiy tadqiqotlarda, ilmiy tadbirlarda birga hamkorlik qilishlari mumkin bo'ladi. Ondan keyin bizning Balıkesir shahrimizni ko'rsatishni xohlaymiz ularga. Shaharni targ'ib qilish maqsadida madaniy safarlar va boshqa tadbirlarda ishtirok etishni ta'minlaymiz. Bu protokollar doirasida Balıkesir Universiteti turar joy va ovqatlanish va ichimliklar, ertalab, tushlik va kechqurun xarajatlarini qoplaymiz. Bundan boshqacha qolgan xarajatlarni muassasa yoki talaba qoplaydi. Qo'limizda imkoniyatlarning nima bor esa, ularni biz o'zbek birodarlarimiz bilan paylaşmoqchimiz. Umid qilamizki, Balıkesir Universiteti Turkiy dunyosi mobillik almashinuv dasturi bilan biz ikkala universitet global miqyosda ta'lim sohasida ishtirok etishga, qo'shma nashrlar va loyihalarni ishlab chiqishga, talabalari va akademiklari uchun turli ufuqlarni ochishga umid qilamiz. Hammalarimizni, sizlarni hurmat bilan salomlash bilan so'zlarimni shu yerda yakunlayman. Hurmatlarim bilan, azgu tilaklar bilan. Katta rahmat. Sizga ham katta rahmat. O'zbek tiliga bo'lgan ehtirom uchun va albatta o'zbek talabalariga bo'lgan chiroyli da'vat uchun minnatdorlik bildiramiz. Lola Yusupova shu yerdamilar. Ular taklif juda ham yaxshi tayyorsiz. Demak, katta mamnuniyatinglar biz navbatdagi spikerimiz